O'zbekiston hozirgi paytda rivojlanish yo'lida jadal sur'atlar bilan ketayotgan va xalqaro maydonda o'z o'rniga ega bo'lib borayotgan davlatdir. Yurtimiz uzoq tarix davomida o'z qudratini davlatchilik, harbiy ishlar va ilm sohasida tengsiz darajada namoyon etgan. Davlatimizning eng ko'zga ko'ringan davrlari va ilmiy rivojlanish boshlangan davri tarixning muhtasham yillarida hukm surgan Qoraxoniylar davlatidan boshlanadi. Shundan so'ng ilm-fan eng taraqqiy etgan davr G'aznaviylar imperiyasi davriga to'g'ri keladi. Bu davrda Sulton Mahmud G'aznaviy tomonidan asos solingan akademiyada Abu Rayhon Beruniy, Firdavsiy, Al-Bahaqiy, Unsuriy kabi buyuk olimlar o'z ilmiy faoliyatlarini olib borganlar va ulkan ilmiy meros qoldirganlar. Ilm-fan va buyuk davlatchilik haqida gap ketganda Temuriylar davrini chetda qoldirishning iloji yo'q. 14-asrda yurtimiz tarixiy hududlarida ko'plab mayda bekliklar va amirliklar mavjud edi. Ular nomigagina Chig'atoy xonligiga bo'ysunar edilar. Ana shunday paytda xalq orasida yetakchilikni qo'lga olgan Amir Temur o'zining tengsiz salohiyati va qat'iy siyosati hamda savlati bilan bu yerlarni o'z liderligi ostida birlashtirib, ulkan va markazlashgan qudratli imperiyaga asos soldi. Amir Temur harbiy arbob bo'lishiga qaramay, ilmga ham cheksiz hurmatga ega edi. U o'z davrida olimlar, muallimlar va tarixchilarga katta e'tibor va imtiyozlar bergan. Ularni hurmat qilgan, sohibqiron ko'plab olimlarni Samarqandda to'plagan va natijada bu davrda yurtimiz dunyoning ilmiy markaziga aylangan. Hatto dunyoga hukm qilgan. Ibn Xaldun muqaddima asarida shunday deydi: davlatlar insonlar kabidir. Ular tug'iladilar, yuksaladilar va yo'q bo'ladilar. Ming afsuski, bu mintaqadagi turkiy davlatlar 19-asrga kelib o'z tarixidagi eng zaif davrni boshdan kechirdi. Ular birin-ketin Rossiya imperiyasiga bo'ysundilar va xalqimiz o'z tarixidagi og'ir sinovlarni boshdan o'tkazdi. Ammo ming shukrki, 20-asr boshlariga kelib bu millat yana o'z davlatchiligiga ega bo'ldi. Bu tuproqlarda mustaqil davlat bo'lishimiz uchun ko'plab insonlar jonini fido qilgan, hattoki oilasini ham qurbon qilgan. Shuning uchun biz bu qutlug' davlatni shunday rivojlantirishimiz kerakki, tarixdagi og'ir davrlar qayta takrorlanmasin. Shukrki, yurtimizning mavqei ham iqtisodiy, ham harbiy, ham madaniy sohalarda tobora mustahkamlanib bormoqda. So'nggi yillarda mamlakatimizda sayyohlar oqimi ham keskin oshdi. Bunga sabab yurtimizda joylashgan betakror me'moriy yodgorliklar va ulug' tariximizdan qolgan obidalardir. Bugun biz qanchalik kuchli bo'lmaylik, baribir bizdan ko'ra ko'proq mehnat qilayotgan, ko'proq o'qiyotgan va ilm bilan shug'ullanayotgan davlatlar bor. Shuning uchun biz ham ilmga jiddiy e'tibor berishimiz kerak. Biz ham 1945-yildan keyingi Yaponiya singari tinimsiz mehnat va ilm orqali yuksalishimiz kerak. Zero davlatlar qonla quriladi. Ilm bilan yuksalib, qudratga aylanadi.